alaykum deb lobbini boshladik. Lobbimiz juda qiziqarli va ajoyib bo'ldi. Juda ko'p lobbilar o'ynadik. Hozircha faqat Livikda o'ynadik. 3-4 lobbi bo'ldi. Lobbi bo'layotgan joyda bizni futbol o'ynagimiz kelib qoldi va aytdik 2-2 futbol ketdi dedik. Akamiz o'yladi birinchi gol mendan, dedim men yo'q deb qoldi. Qaytardim. Bizni darvozamizga juda ko'p hujumlar bo'ldi. Lekin gol bo'lmadi. Birinchi golni albatta o'zim uraman deb yugurdim do'piga. Va ko'rib turganlaringizdek gol bo'ldi. Qani keting deyishdi, endi biz uramiz golni deyishdi va biz ajoyib yomon qiziqarli bo'ldi, emotsionalli. Nima deb ta'rif berishni bilmayman. Bu yoqdan bu yoqqa do'pini olib qochdik va bizga yana hujum, lekin amalga oshmadi. Biz to'pni olib ketdik. Yana ko'p hujumlar bo'ldi, lekin bironta gol bo'lmadi. Keyin shunaqa stadiondan chiqib ketgan vaqti ham bo'ldi to'pini. Aka shunday vaziyatni qo'ldan boy berdilar. Gol urolmadilar, varatada hech kim yo'q edi. Keyin mana hozir sizga golni ko'rsatamiz deb biz to'pini olib ketdik va gol! O'yin tugadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bugun kechda yana shunaqa qiziqarli lobbilar bo'ladi. Albatta a'zo bo'ling.